Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler, manglanmış vaktinler hayırlı buğay. Bugün Uygurlarning işçidiki, Uygur cemiyetinin işçidiki kişilik hukuk meseleleri doğrusu söhbet yaparız. Aziz mehmanimiz Yusufcan Goni İstanbek biz bilen bile. Antropolog. Goni hoş geldiniz. Rahmet. Goni'ni bek aşık tanıştırmışsam buldu çünkü artık bizim kanalının daimlik mehmani bolup kaldınız. Hele bizim analizleriniz bilen bizning sayfamizni beitmayapsiz. Köp rahmat. Bugün Uygur cemiyetideki bayağı dep ötkünümdek Uygur cemiyetideki kişilik hukuk meseleleri doğrusu toxtalımız. En mühim meselelerden şu ayollar hukuku bilen hemcins hukuku, LGBTQ meselesi doğrusu sözleşimiz. Hem de kalan bu Uygur ırkçılığı o meselelerimiz davamlı toxtalıp kevatımız ve bu taşkı bir mesele boğalık için biz hazır nöbette Uygurlarning iki cihetdeki kişilik hukuk meseleleriga yig'inchoqlab bu programını yapmakçı. En avval şu feminizm bilen LGBTQ meselesi, mühim meselesi bütün münazara kılındı. Hem de siz mi bilip ötsiz bizim Uygur cemiyetimiz bu vaqtda çık tartışlar bo'lib ketdi. Bir ayollar cinsi parakendicilik meseleleri kip çıktı. Ayollar hukuk doğruluk meselelerini daim paranlaşıp duruvatımız. Facebook'ta çıkıp duruvatıdı, talaşlar çıkılınıvatıdı. Hem de ötkenki mina yazgan makaleme onun çıkan karşı keyfiyatla anadaki Türkiye'deki bazı kuruluşlarının, medya kuruluşlarının ilip bağlan bazı söhbetleri, bazı makaleleri diyendek meseleler. Hem de avval feminizm doğrusuz başlap kileyli. Hem siz Uygur cemiyetinin uzundan bir küstüp duvatkan bir buluştuğunuz bilen Uygur cemiyetindeki ayarlarının hukuk meselesini kandak bir küzettiniz. Uygurlar tek kattık ataerkillik bir ataerkil aturuktaşlık cemiyeti tipide turvatıdı. Hem de dünyaga nispeten siliştirip aytkan çağda Uygurlarning hazırkı ahvalda bu feminizm islahatları yoki ayollar huquqi to'g'risida ilib berayotgan urinishlar haqida bir ilgirlash bor deb qaramsiz. Bu jihatdagi ko'z qarashlaringiz biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Rahmet. To'g'ri deysiz. Şu ayollarning huquqi hem cinslarning huquqi Uygurlarning jamiyatidan aytı muhim bir mesele bo'ldi. Uygurning jamiyatida emas. Bütün dünyanınki köpinci cemiyetlerde ayollarning huquqi hem cinslarning huquqi tehi şu başka adamlar bilen tehi o'xshab bo'lmagan holatlar bekçik belki hemme devletlerde onunki sel kemsitishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Menimcha hozirgacha o g'arb dunyoda shundoq. U albatta dunyoviy kişilik hukuku bilen mos kelmaydi. Dunyoviy kişilik hukukununki tekstlere qarsak kim bo'lsangiz cinsi cihetten, millet cihetten, ömür cihetten sizge o'xshash bütün hukuklar berish kerak. Aniq bo'lish kerak. Hem hukuklar sizge ega bo'lish, siz hem hukuklarga ega bo'lishingiz lazım. Uygurlar uni pek yaxshi bildi. Çünkü Uygurlar öz devletde Şarkı Türkistan'da, Vatanda kemsitishga uçurab bakkan, hem köp zulümqa uçurab bakkan, hem zorvanlıqqa uçurab bakkan. Şunun için bir kategoriyani kemsitish qilsak, bir kategoriyaga zo'rg'anlik qilsak, mayli milliy kategoriya bo'lsa, mayli irqiy kategoriya bo'lsa, mayli jinsiy kategoriya bo'lsa, u nayta nachar bir ish bo'ldi deb qaraymiz. O'zimizmi bo'libmi Uyg'urlar o'zininki bedeniga his qilgan hem bildi. Uygurlarninki cemiyetiga qarsak, başka cemiyetler bilen selishtirsak, menimcha ayollarning huquqi bekmo nachar emas. Bütün dünyada ayollarning huquqi erlarninkiga yetmaydi.
Uyg'urlarninki g'arbdagi davlatlarga selishtirsak, Uyg'urlarning ayollarning huquqi tovanrak bo'ldi. Lekin boshqa masalan O'rta Osiyoninki davlatlarga selishtirsak yoki O'rta Sharqning davlatlarga selishtirsak yoki boshqa Osiyoning davlatlarga selishtirsak, Uyg'urlarninki bekmo tovan emas. Ama yana hali jiq ish qilish kerak ashyoda. Hem cinsininki huquqlarga kelsak, Uyg'urlarning orasida bo'libmi diniyroq Uyg'urlarning orasida cho'ng bir mesli bor deb qarayman. Men vatanda turgan vaqtimdami uni bek tushunib ketmadim. Bo'libmi Uyg'ur erlar hem cinslardan bek ranjitib bo'lib, shuni to'g'ri bek jiq paranglashgan ish qilib. Men uninki sebebni yaxshi tushunmadim. Çünkü başka yerlerde mi ularning huquqi 100% bo'lmasa-mu shuncha shu tema to'g'liq shuncha ko'p so'zlamaydi. Hozirmi Uyg'urlarning diasporasida u tema bek cho'ng bir tema bo'lib ketganligini qarab men sal hayron qoldim. Chunki Uyg'urlarning hali jiq meslari bor. Xitoyning zulmga uchrab bo'lib, sizning cinsiniz qandaq bo'lsa-mu, Uyg'ur bo'lsangiz Xitoyning zulmiga uchrab qolsiz. Shuning uchun asli Uyg'urlar birlik turish kerak. Ya er bo'lsa, ya ayol bo'lsa, ya trans bo'lsa, ya nima bo'lsa, hem cins bo'lsa yoki ayollar yaxshi ko'radigan er bo'lsangiz, ya erlarni yaxshi ko'radigan er bo'lsangiz, ya ayollarni yaxshi ko'radigan ayol bo'lsangiz, ya erlarni yaxshi ko'radigan ayol bo'lsangiz, hamma eylen birlik turish kerak deb qarayman. Chunki shu Uyg'urlarning ziminini Xitoylardan bisib olgan. Uyg'urlar mustamlikchilikka uchrab bo'lgandan keyin shu Uyg'urlarning ichidagi farqlar ancha cho'ng qilmaslik kerak deb qarayman. Shuning uchun shu yerlarda menimcha yana hali ilgilish bo'lgan bo'lsa-mu ko'p ish bor, qildigan ish qoldi. İlgilish pek jiq bo'lmagan edi. Bo'libmi hem cinslarninki huquqlariga qaradi. Biraz to'g'ri deysiz. Men bu qarsam, menga nisbatan ham da ayollar huquq masalasiga kelganda O'rta Sharqdagi davlatlarga, O'rta Osiyodagi davlatlarga qaragan chog'da Uyg'urlarning ahvoli juda yaxshi. Lekin bu hamda biz o'zimizning davlat yo'qda hozir bu hamda Xitoyning qonunlari bilan ipmeyotgan narsalar. Shu Xitoyning qonunida nim demagan bilan ayollar barobarlik bir prinsiplar va ma'rifda, ish yerida bu deganga o'xshash. Lekin o'zimizning ijtimoiy chambarlikning ichida ya'ni so'z jihatdan ayollar huquqi, ayollarni kamsitadigan, ayollarning huquqlariga ahamiyat bermaydigan, ularni va feminizmni tushunmaydigan Uyg'urlar jiq. Anaqiliq men yani nima o'ylayapsiz? Bizning ayollarning o'zining ichidami Uyg'ur ayollarning uchun feminist bir nima deymiz, tashkillanish, feministlar tashkillanib bir faoliyatdan qilib Uyg'ur ayollarning huquqini ko'tarish uchun bir nuqtaliq kurash qilgan bir qurilmalarni, bir mexanizmlarni toza bodek his qilmayman. Küçük feministlar bor Uyg'urlarning orasida. Albatta. Lekin tashkillanish hem shu jihatdan yaxshi ish qilayotganlarmi xil bor. Lekin to'g'ri deysiz, u hozirchimi bir kuchlik bir harakatga aylantirmagan. Aynen. Ben shunday his qildim. Anadaki bu hemcins meselesi. O'tgandimi ko'rdingiz torlarda bo'layotgan gaplar, og'izsiz gaplarda hamda normal bir madaniy bir dunyoda hamda bir odamning jinsi yo'nalishi, dini, jinsiyati nima bo'lishidan qat'iy nazar bir odamni u xil so'zlar bilan haqoratlash, u xil kamsitish, u psixikalik va ijtimoiy bisim va zo'ravonlik qilib berish bir madaniyatsiz bir qiliq, axloqiy bir qiliq, axloqsiz bir qiliq.
Yani bu bunçilik derecede bu emcins meselesi onun için Uygurlar cemiyetinin içinde bek sezgür bir mesele. O adeti hiç kim sözleşmeydiğen, hiç kim paranlaşmaydiğan, hem iş emcinsinden gibi çıkınca aslında gilemden asıl süpürüvetilen bir mesele. Hem bu Uygur cemiyetinde bu meselenin bunçilik derecede sezgür, bunçilik derecede paranlaşkan bulmaydiğan bir mesele süpürüveti körlük kılışının ve Uygur cemiyetinin bunçilik karşı çıkışının sebebi ne? Bunu soruşumdaki sebep ben bunun sebebini izlep ChatGPT'ye yazıp baktım. Mesela dünyada LGBT karşı hem cins hukukları karşı en güçlü ideoloji nimo desem konservatif ekstrem onçular ne bileyim demiş radikal onçular ve din çıktı. İslam dini en köp karşı çıkıdığan çıktı. Ana diken bazı Hristiyan dini, Yahudi dini ekstrem iqlimleri çıktı. Hem de bu lekin Uygurlar meselesinde ben birinci ben şu dinni güçlük ekmekken dep qardım çünkü dinni qışırki mitlarma rivayetlerden bu xil güçlük bir purak bağı o. Ana diken yani bunu doğru düşenmez mi mesela okup bunun hem cins degan nim degan gap bu tabiatda bormi normal emasmi tabiiy emasmi bunun ilmiy jihati biyologik psixologik asoslar qanday bu jihatlardan toza tushunish to'liq emas gap. Ben bu şeşki meselesini bağımken de qardım. Siz qanday qaraysiz? Sizce qaysi xil nim sebepten Uygurlar bu xil zulmiy bir mesele dep qaraldı? Nim sebepten bu mesele bu emcinsaga qarşı bunçilik küçük bir nefret ba? To'g'ri, siz degandek to'g'ri bo'ldi. Bir jihatdan shu bir din tarafdan keldi. Yana bir jihatdan qarsak ijtimoiy jihatdan keldi. Lekin meningcha sikilsa mustamlik bilan mustamlikchilik bilan bog'lanliq bo'ldi, kolonizatsiya. Chunki birinchisi dinga qarab baksak, Xitoylar Uyg'urlarning ziminini besib olgandan keyin ular dinni yo'q qilib etishga boshlagan. Shuning uchun din Uyg'urlarga nisbatan bir xil o'zininki qarshi turadigan bir xil kuch birlaydigan bir simbollik narsaga aylanib ketdi. Chunki Xitoylar kommunist, ateist bo'lgandan keyin uning qarshisi kuchli din bo'lishi kerak. Shunlashqa u Xitoylar shu 1759-yilda Uyg'urlarning ziminini besib olgandan keyin halicha unga qarshi turadigan kolonializmga qarshi turadigan harakatlar diniy simbolni ishlatib shu qarshi turgan. Eng oxirida 80-90-yillarda shundoq sel Mao Zedong o'lib ketgandan keyin sel madaniyat echilib ketgandan keyin jiq Uyg'urlar dinga qarab kirgan. O'rta Osiyada shundoq. Shu Sovet ittifoqi buzilib ketgandan keyin jiq odamlar kuchliroq dinga kirib ketgan. Meningcha uning keyin nurg'un sabablar bor, lekin bir sababi shu din simbolik jihatdan muhim bir rol o'ynaydi Uyg'urlarga. Chunki din bo'lsa, islom bo'lsa, Xitoyga qarshi turadigan bir narsa bo'ldi. Shuning uchun u kuchib ketdi. Hem din bilan bog'lanliq, shu hem jinslarningki huquqni to'xtatish u omilni nimishqa shuncha cho'ng bilgan deb so'rasangiz, meningcha chunki hem jinslar ozroq bo'ldi. Uyg'urlarda bor. Men bu Qashqarda bir nechasi bilan uchrab boqqan. Diasporada men tunuydigan bir nechasi bor, lekin bekmu jiq emas. Hamma boshqa jamiyatlarda shundoq, hem jinslar normal bir ish. U hamma jamiyatlarda bor. Anladıkken yani hem madem hem cinslerden kapılıp hem cinsler nefretten fügendeki ilişkin özünü hem cinste oturup çıkmayıp da biz Uygurlar bunu nimde bilmesek bizim cemiyetimiz hem cinsi yok. Uygurların danlıklarının içinde hem cinsi yok. Uygurların sanatkarlarının içinde, ediplerinin içinde hem cinsi yok. Çokum var. Belki size bilmeyse de şu. Şunun için
Meningçe, men oylayman, ma hem cinsler azroq bo'lgandan keyin, hem ochiq bo'lmagandan keyin ularga qarshi turib o'zininki diniy ekanligini ko'rsatish oson bo'ldi. Chunki ayollarninki huquq to'g'rilik desak, bizninki xalqimizning yarmi ayollar. Shuning uchun ularni besib olsak, ancha oson bo'lmaydi. Uning ustiga bizning onamizmi ayol, bizning ayolimizmi ayol degandek. Ammo hem jinslarni bu bir xil abstrakt dushmanga aylanib ketgan. U birinchisi. Yana ikkinchisi, shu jamiyatdan keldigan sebep. Uningki ikki omillar bor. Birisi yana shu Xitoylar kelib Uyg'urlarning jamiyatini o'zgartimiz, zamonaviylik qilamiz. Sizlar qaloq, sizlar bizdek bo'lsanglar yaxshi bo'ladi deb u kolonializmning hamma yerda bo'lgan bir strategiya. Kolonializm bilan zamonaviylashish birga keladigan bir ish bo'ldi jiq yerlarda. Uyg'urlarning zaminida shundoq. Xitoylar kelib, Xitoylar nima zamonaviy desa, Uyg'urlar uningga qarshi chiqdi. U bek normal, bir tabiiy bir ish bo'ldi. Hem Uyg'urlar emas, albatta zamonaviylashib ketgan Uyg'urlarmi bor. Hem jinslarga qarshi turmagan Uyg'urlarmi bor albatta. Lekin jiq Uyg'urlar uningdan neri turib Xitoylar nima desa, u cho'qim yaxshi bir ish bo'lmasligi kerak. Bir jihatdan shu diniy deb shundoq o'ylaydi. Yana bir jihatdan shu bizning jamiyatni o'zgartmaslik kerak. Ular bizning jamiyatni o'zgartishni tirishib qilyapti. Shuning uchun biz uni qarshi turishimiz kerak. Yana ikkinchisi, hamma yerda kolonizatsiya bo'lgan millatlar yana oz sonli millatlar deydi. Chunki ular milliy kamsitishni ko'rgan, milliy kamsitishga uchrab bo'lgan. Shuning uchun ular boshqalardek, masalan Xitoylardek oson yaxshi xizmatga erishilmaydi, yaxshi pozitsiyaga kirolmaydi, yaxshi universitetlarga kirolmaydi. Shuning uchun ularga shu oila, jamiyat, hakamsoya degandek muhimroq bo'lib turdi. U normal, struktural bir ish bo'ldi. U o'zininki qaloq bo'lganligidan kelmaydi. U faqatla ular shu davlatninki yoki cho'ng shirkatlarninki pozitsiyaga asan kirolmagandan keyin ular o'zininki jamiyatni ishlatib, ijtimoiy kapital deymiz. Ijtimoiy kapital ularda ko'p. Shu davlatninki kapital ularda az bo'ldi. Uyg'urlar Xitoyning ichida turib shundoq tarafga kirgan. U taraf bo'lsa, u sal shu konservativroq taraf bo'ldi. Chunki u kishilik munosabat bilan bog'lanliq. Shuning uchun kishilik munosabatda burun kuchlikroq bo'lgan shu mahallaninki, oilaninki, jamiyatninki uni yana kuchlikroq turish uchun shu ko'narak ideologiyani ching tutish kerak. Uning ichiga ayollarni kamsitish, hem jinslarni kamsitish uning ichiga kirdi. Chunki u zamonlashib ketgandan burun bo'lgan jamiyat bilan mos keldi. Afsuski, hamma dunyoda shu dehqon jamiyatdan kelgan ideologiyalarga qarsak, shu ayollarni kamsitib ko'rsatgan
hem cinslarni kemsitib ko'rsatgan qaysi din bo'lsa-mu, u bor turdi. Uningki cho'nqoroq sabablarni menmi deb bo'lolmayman. Lekin meningcha u shuning bilan bog'lanib bo'ldi. Yani biz hozir antropolojik sebeplerini dediniz. Sizning deganlaringizni men qo'shilmaylik. Endi bu Xitoyga qarshi Xitoyning mustamlikasiga qarshi bir xilqi inkosni dindan izlab inkos ashta diniy kayfiyat bilan beryapti-da Uyg'ur jamiyati. Sizning hozir deganlaringizni men shunda bir xil yakunga erishdim. Lekin bunun siyasi sebeplerim var deb qaradim. Çünkü endi İran var, Türkiye var, Rusya var, bular ezelden tatib homofobik davlatlar qo'yliqi LGBT huquqlariga qarshi davlatning siyosati ham shuni butun dunyoga tashviq qiladi bular. Propaganda qilib. Rusiyaning, Turkiyaning, Iranning va bularning bu siyosatlarining ancha ta'siri bormi deb o'ylayman. Anandan sizdan anandan muhim so'raydiganim suiqasd nazariyalar bilan birlashib ketishida bu ishning. Masalan, o'tganda Istiqlol TV'sida sizmi ko'rgan bo'lishingiz mumkin ham jinslar qarshilik programmani. Ko'rdim. Bu ichiga bir tal psixologni, bir doktorni chiqarib qo'yibdi, bir o'limani chiqarib qo'yibdi hamda har sohadan qildiq deganda qilib ko'rsatib, qallasi o'xshash uch odamni chiqarib, o'xshash yashaydigan bulardan hamda homofobik, jins huquqlariga qarshi kayfiyatni elib, hamda ilmiy bir narsa talashda chiqqanda qiyofatga kirib oldi bir to'p odam. Endi qarab baksak biz ularninkida aytgan narsalarni hammamiz qabul qildik-a, bu misollik davlat sayyor tashkilotning ichida butun dunyodagi nopuzliq nimalar deymiz, jurnallar va psixiatriya va psixologiya jamiyatlarining turbatlarida hammasi qarasak ham jinslikni binormallik yoki psixik kasallik deb qaramaydigini hammasini to'rbiti hammadan o'zi turayotgan davlatning psixiatriya jamiyatiga kirib qarab baksa bo'ladi buni. Buni va ashiyada talashda chiqayotganlarni o'zlari biladi ekan. Lekin bular nima deb qarayga kelsak, dunyoda bir cho'ng bir LGBT lobbichilik bor. Bular butun ishini tashib etib, hukumatga lobbichilik qilib, hukumatlarni bu lobbichilikning keyni kirib ketib, butun dunyodagi odamlarni ham jins qilib uchun bir kurashga otlangandek bir xil kayfiyat yaratdi-da endi. Dunyoda shu cho'nganda lobbichiliklar bor, deymiz qurol yaroq lobbichiligi va nima doğru lobbyçilik var, doğrugerlik sohasidagi ve Arap lobbyçilik var. O'rta Sharqda eng kuchli Arap lobbyçilik var, Körfez lobbyçilik dunyoda. Ular jim turibdi hamda LGBT dunyodagi hamda oz sondagi odamlar yig'ilishib, hukumatlarga qarshi butun dunyodagi geylarning huquqini, butun dunyoga geylar normal ko'rish uchun bir lobbychilik faoliyati boshlabdi. Ashlarning qalasidagi o'y fikr bu bir suiqasd nazariyasi. Bu suiqasd nazariyalarining ko'payishi anadaki hatta şeyde şu xil bir bayan var. Biz sayyor teşkilatın psikiyatri cemiyetlerinin ilmi kurulmalar demden dünyadaki en nopuzluq ilmi cemaatlerinin, ilmi yığılışlarının, ilmi kurulmalarının bayanatlarının şularının ilmi neticeleri gibi işenmey. Bular belki nim bop ketipdi, bular belki aşılan lobbychilik uchrab ketdi. Haqiqiy bilimni bular Afg'onistonda izlaydigan o'xshaydi yoki Ironda izlaydigan o'xshaydi. Uni men bilib olmadim. Hem bu suiqasd nazariyalarning kuchayishining anadaki nopuzluq ilmiy jamoatlarga ilmiy ilm-fan qurilmalariga ishonishning bunchalik darajada to'lab ketishining sababi nima deb qaraysiz? Bu vaqtdagi ko'z qarashingizni anglab baqsak. Oldi bilan shu siz to'g'ri deysiz. Shundoq LGBT lobbychilik bor ekan degan teoriya O'rta Sharqdan chiqqan, Turkiyada muxolif bor, lekin Amerikada hozir ko'p bo'lib ketgan. Trumpni saylaydiganlarninki jiqi shundoq o'ylaydi u. Ularni shu qarab baqsak keslen chiqishini g'allab ekan. Dunyoni keslen chiqib boshqaryapti deydi. Shu. U bek taqib ketgan bir teoriya bo'ldi. Milliyatda undaq lobby yo'q. Boshqa lobbylar bor albatta. Amerikadagi Yahudilarning lobbylar kuchli, Israel lobbisi, hamma kapitalist davlatlarning ichida shu demokratiya desa, cho'qim kimning puli jiq bo'lsa, lobbychilik qila oladi, chunki ular siyosatchilarni sotalaydi. Shuning uchun hamma yerda lobbychilik bor. Ammo hem jinslarningki sotilgan ish bo'lmagandan keyin, yosh shirkatlar bo'lmagandan keyin
ularniki lobbichilik uning ichiga kirmaydi. Ularniki o'z davlatmi bo'lmagandan keyin, ya qurol sotadigan shirkatlar bo'lmagandan keyin ularniki lobby bor ekanligi bek g'alati bir ideya bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun u ideya nereden chiqqan deb so'rasangiz, u shu konservativ feminizmga, LGBT huquqlarga qarshi turadigan odamlardan chiqib, ular shuni o'zi siyosiy kuchga aylantirish uchun ishladi. Ya siyosat kuchini keltirish uchun ishladi. Hozir ma ilm pencereden qarasak, u aniq bo'ldiki, hem cins ishlar ya kesillik emas, ya binormal bir ish emas. Burundan tortib ta hozirgacha hamma dunyoda bo'lgan jamiyatda bo'lgan bir narsa bo'ldi. U inson bo'lishninki bir parchasi. Bazı insanlar paka bo'ldi, bazılar egiz bo'ldi, bazılarninki ko'zlari shundoq bo'ldi, bazılarning shundoq bo'ldi, bazılarninki buruni mendek kartoshkadek bo'ldigan, lekin shu bazılarning jinsiy shu hissiyati shundoq bo'ldi, ya shundoq bo'ldi. Uning hatto hayvonlarda bor. Ama hamma insonniki jamiyatda bor bo'lgan. Uning ustiga men boya degandek bizniki zamonaviylashib ketgan shu jamiyat ideologiyamizniki bilishcha inson huquqlari birinchi o'rinda turdi. Uning ichiga hem jinsninki odamlarninki huquqlarimi kirdi. Ayolning huquqlari bor. Biz hammamiz baravar o'xshash bo'lishimiz kerak. Biz qaysi dinga ishonsak, ya qaysi millatdan bo'lsak, yana hammamiz inson bo'lgandan keyin hammamizni o'xshash muomala, o'xshash yaxshi muomala qilishimiz kerak. Sistemning ichida shundoq bo'ldi. Shu odamlarniki orasida bo'lgan munosabatlarimi shundoq bo'ldi. Men uningga ishonaman. Men shuni to'g'ri deb qarayman. Umu shu g'arb davlatlarininki ideologiyaga mos keldi, uning praktikasiga mos kelmaydi. Masalan, g'arb davlatlar shundoq deysami, 40,000 Palestinliklarni o'ltirsangiz, yana 5,000 Amerikaliklarga o'ltirsangiz, uni selishtirsangiz, cho'ng bir farq bo'ldi. Shu dunyoga qarasangiz, elbette g'arb davlatlarininki ideologiyasi bir jihatdan to'g'ri bo'lsa, praktikasi to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun g'arb davlatlarida hem jinslarni ko'rsatishadigan odamlar bor, hem sistemlar bor. Ammo bizningki qonunlarga qarasak, hem ilm pencereden qarasak, hem jinslarninki, hem ayollarninki huquqlar boshqa odamlar bilan o'xshash bo'lishi kerak. U 100% aniq bo'ldi deb qarayman. Hem de nima deyseniz, hem de Uyg'urlar hem de bu xil meselelerde Uyg'urlar eng sezgir bo'lishi kerak deb qarayman men. Çünkü hem de Uyg'urlar kishilik huquq da'vosi qilyapmiz dunyoga. Endi bir yoqdan chiqib Uyg'urlarning da'vosini qilib, Uyg'urlarning kishilik huquq undaq bo'lib ketib bordi, mundaq bo'lib ketib bordi deb da'voda qolsin deganini aytib, keyin qo'pib hem jinslar yo'qolsin, hem jinslarni o'ltirish kerak deydigan shuarni to'lsa, bu yerda normal bir aqlga, normal bir psixikaga ega bir odam buni anglab kulib teliqib qoldi emas. Senga bu nima chirishki, bu nima degan mantiqsizlik bir-birisi bilan nima qilmaslik, mos kelmaslik deb. Bu hem de Uyg'ur jamiyatida ham men hozir qarab baxsam, Radio Fraziyaning Uyg'urcha bo'limi qaradim, LGBTQ deydigan so'zni
izlep baktım. Hem cinslik degan sözünü izlep baktım. Hem cinsle LGBT nesle toğruluq bir talma bir näse yok. Uygurlarning köpünçü kanallarda mesela bu vaqtda mesela hech qanday bayan yoki hech qanday to'g'ri uchur tepish mumkin emasda. Ya Türkiye'deki Uygurlarning, Türklerning eng aşırı radikal o'ngchi tashkilotlarning torbatlaridan terib teshib olgan hem cinsga qarshi yozmalar bor Uygurlarning nimalarida. Lekin ma ilm fan haqiqatan ilmiy jamoat nimdavatdi dunyodagi donliq psixolog jurnallarda donliq psixolog jamiyatlarning analizlarini nimdavatdi bu masalalarni ilmiy nuqtadan yoritib turadigan bir narsa yo'q hamda Uygurlarda. Hem de bir cihetten biz bayağı diginimizdeki din, bir cihetten ictimai qimmat qarashlar, bir cihetten Xitayning mustamlikasiga qarshi bir inkas bildirish jarayonining bir parchasi deb qarasaqmi, yana yana bir cihetten hem de bu yana kuchlik bir ma'rif cihetde bir menche tas to'liq yetilmaganlikning bir sababi bormikin deb qarayman. Chunki odamlar bilmaydi-da nima odamlar normal mesela o'g'illarni yaxshi ko'radigan bir o'g'il bola bilan transni aramaydi-da. Mesela birisi kopup özünün oğul ekanligidan intayin razı o men qiz bola bo'lib qolsamkan deb o'ylamaydi u. Lekin u o'g'illarni yaxshi ko'radi. Birisi o'zining kasallikda bu benormallikda ishchidagi o'zining jinsiyati bilan o'zining ruhiy jihatdagi psixikasiga bir mos kelmaslik. Buning tibbiy nimasi bor-ku, aniqlamasi bor. Buning davolash narsalari ayrim. Bu narsalarni ham bizning Uyg'ur jamiyatida to'g'ri tunishtiradigan, to'g'ri bildiradigan hech kim odatda bir jurnal yo'q, ya radio yo'q. Bizning aholimiz hamda o'zimizning nimasi bilan arallar. Ham bu ham jins masalasimiz zaten g'arbda bo'layotganimi bir 20 yil bo'lganda hamda kuchli bo'lib bir sistemlashib birning bo'g'iniga. Hamda siz hamda Uyg'ur jamiyati bilan bu g'arb jamiyati bilan selishtirib baksangiz hamda Uyg'urlarning bu xil dunyoviy ham yangi dunyoga integra bo'layotgan qimmat qarashlarni o'ziga singdirishiga yana qanchalik vaqt bordek qilib turdi deb qaraysiz yoki bu mumkinchilik bor deb qaramsiz? Elbette aşağı mümkinchilik bor. Ama u qachon bo'ldigan yoki qandaq yo'l bilan bo'ldiganligini men hozir deyolmayman. Chunki masalan Amerika hem Yevropaning ba'zi davlatlariga qarasak, ular hali LGBTQlarga huquq bergan, hem ayollarga huquq bergan. Hozir huquqni yeni qayta ilyotgan odamlar jiq bo'lib ketdi. Shuning uchun u bir tarafga mamay şu aylanib o'xshashmagan yo'llar bilan berishi mumkin. Lekin Uyg'urlarning orasida u haqiqatan bir sezgir bir ish bo'lganlik sababini biz yaxshi tadqiqot qilsak yaxshi bo'ladi. Chunki men uni 100% tushunib ketmayman. Masalan, u albatta dinga qarshi emas, lekin din jihatdan to'g'ri bir ish emas. Uni qabul qilishimiz lozim, uni bilishimiz lozim. Hristiyan dinidimi, islom dinidimi, unda İbrahim Edil'larda köpünçü güçlügrek qarşı bu xil kayfiyat. U to'g'ri bo'lmaydi degan gaplar bor. Ama boshqa ishlarmi bor to'g'ri bo'lmaydigan. Masalan, haraq ichish, masalan, cho'chqa go'shti yeyish. Ama shu Amerikada cho'chqa go'shti yemagan odamlar az turdi. Shundoq bo'lsa-mu, ya Germaniyada yo'q deyalik, turklardan boshqa, arablardan boshqa. Hamma germaniyaliklar cho'chqa go'shti yeyiverdi. Ularga hech kim shuncha kuchli qarshi chiqmaydi. Yoki Uyg'urlarning orasidami haraq ichadigan yoki hamma narsani yeydigan odamlarmi bor. Bo'ldi, ulargami hech kim shuncha kuchli qarshi chiqmaydi. Yani birisi hem de qarab baksak dinde hem de din bilen bağımız yolumuzni, to'g'ri xatolarimizni din bilen sizab test qilib bağımız desek biz o'rta asrga qaytib kelsak bo'ladi-mi? Bundan 1000 yil burunga. Chunki ichki narsalarning sunnat degan narsalarning hammasi to'g'ri suydigini ichishdan tortib biz nim deymiz ayollarning uyda o'tirishigacha ancha-muncha ayol 4 xotini ilishib tortib dinda bor gap desa biz din bo'yicha yashaymiz desak bo'ldi deb ko'pimizni yig'ishtirib to'yga minib yana ajdodimizni izlab mansoq bo'ldi shu keynimizga.
Men shuni o'ylayman, ammo shu dinga qarab yashaydigan odamlarmi hali bor, ularni hurmat qilishimiz lozim. Ham men mush yerda cho'ng bo'lgan. Meniki ideologiyam g'arbchi bo'ldi ko'pinchisi. Menmo vatanda turib, boshqa yerda jiqqa narsani o'rgangan, ham boshqa yerlarda turib, men kichik bo'lgan vaqtimda o'rganmagan narsalarni o'rgangan, lekin asosan men mush yerda Yevropada cho'ng bo'lgandan keyin meniki ideologiyam shuning bilan ma'lum. Boshqalarniki undaq emas, uni men qabul qilaman, ham hurmatlayman. Ammo ular shuning uchun boshqalarniki tanishni hurmatlash kerak deb o'ylayman. Masalan, shu nimishqa bir odamniki kim bilan suyishdigan yo kim bilan yotgan nimishqa ko'pchilikka muhim bo'ldi. Nimishqa ularning ishi bo'ldi. Men ondan keyin Yusufjon rost qarasam o'tgandaylik mayada Dilnurlarning sekulyar yoshlar qurultoyi bo'ldi-ku, Uyg'ur institutining. Shuning musulmon bir hamjins balki liseya bari qarang. Bu nimaning ichidimi? Bu islom dinining ichidimi? Masalan, musulmon hamjinslarning huquqini qo'llaydigan tashkilotlar bor ekan Turkiyadami masalan. Mushta iqimi bor ekan, dinning ichida turib biz din musulmon bo'lsakmi, yana hamjins bo'laveramiz deb mushkil iqimdagi bir ko'z qarashlarmi bor ekan. Islomda islom hamjinsga qarshi emas deb. Endi bu dinning ilqi nimalari kishidan kishiga nima perspektivlar bilan qarash jihatdan o'xshamaydigan variantlar bo'ldi-ku endi. Shunmi esim kelib qoldi endi qarabsak endi bu yerda jiq vaqtda biz endi bir hamjinsni berib sen nima deb musulmon bo'lib olding, sen nima deb islom diniga ishonding deb birisining diniga aralashishini ko'rmaymiz. Odat shu dindarlar ko'pincha sen nima deb gay bo'lding, sen nima deb hamjins bo'lib olding deb endi gaylar qarshi texim bir xil agressiv bir hujumni texim ko'proq biz ajiatdan mutasibrak odamlarga qarta ko'rimizda. Musiqatdan bir xil selishtirmosi bo'lib qoldi deb o'yladim kallamda. Endi bu to'g'ri uchurni berish kerak xalqqa. Ana lekin bu diktator davlatlarning yana propagandasi bor, hamjinslik mandaq biz bunaqa an'anaviy oila hukmini yo'qotib tirishyapti, mandaq deb. Shu masalalar bilan shug'ullanganda bu texmi jamiyatda bir kayfiyatni yuqori ko'tarib etarkanda. U yana to'g'ridir, u an'anaviy oilamizniki shaklini yo'q qilib o'tdi degan shu ideyaninki boshqa bir sabablar bor bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki albatta an'anaviy oilaninki shakli o'zgarib turdi. Zamonaviylashib ketgan dunyoda an'anaviy oilaninki, an'anaviy jamoatninki shakli o'zgarib turdi. U nihoyatda qiyin bir ish bo'ldi. Chunki jiq odamlar o'z yolg'iz qilishi mumkin yoki burunkidek jiq shunaq yordam yoki birga turadigan odamlar bo'lmagandan keyin u nihoyatda og'ir bir ish bo'ldi. Shuning uchun uninki bir sababni tepish uchun uninki u birsiga atlash uchun gunohni, shuni bo'ldigan gunohni birsiga atlash uchun bir ojiz bir guruhni istaydi. Balkim shuning bilan bog'lanliq bo'lishi mumkin. Bizningki dunyomiz o'zgarib ketdi. O'zgarib ketish jiq odamlarga bek og'ir keldi. Shuning uchun ba'zilar shu masalan Amerikada yoki Yevropada ko'chmanlarni bek
tilga aldı, köçmünler unda köçmünler bolmasa bulatdı, ularını bek tilap ketdi. Çünkü bizningki dünyamız özgertip ketdi, u kimning gunohi bo'ldi deb sorsak, daha structural jihatdan abstrakt oylay olmagan adamlar çoğun bu grubunu talash kerak. Mesela 40-cı yıllarda, 30-40 yıllarda Germaniyada Yahudilarni tanlab, hem günahını ularga atlab qo'ydi. Hozir Amerikada, Meksikodan kelgan ko'chmanlarni tanlab, hamma günahını ularga atlab qo'ydigan islom baturdi. Shu insonlarga, shu oilaninki o'zgarib ketish, jamiyatninki o'zgarib ketganligi ularga atlay olsak, özümüzün günahı bo'lmaydi. Hem sistemni yaxshi tushunmasakmi, bir yerga hapimiz bir yerga chiqarilaymiz. Evet. Doğru deysiz Yusufcan. Vaktimiz mi az kaptı? Sizde en ahırkı bir soru sorayım. Ma'qul. Bu hem de Uygur teşkilatları qaraymiz. Uygur teşkilatlarının köpüncüsü de hem de bu Türkiye'deki teşkilatlarda asas cihetten erlerinin monopolu gibi erlerinin çay oynaydığı sorun desek buludu mesela. Er kişi demez. Ayallar desem de örnek süpüdü bir işki ayalını koyup koydu. Ayallar işleri müdiri dep. Ayalların işleri atap koygan de. Normal işlerini da ayallar kılanmagan dek. Endi bu xil Uygur teşkilatlarda ayolların hukukunu tuyan bolışı, bu ötgende çıkan o şeyler cinsi parakendilik efalları, cinsi parakendilik dep atılsak mı onu endi bazı namuvafık efallar endi anadikin bu hem cinsi karşı keyfiyatlar. Bu meselelerin yığın çıksak bu meselelerin Uygur davasıga ya Uygurların xalqaradaki obrazıga, Uygurların xalqaradaki kişilik o küreşlerine qandaq bir təsir göstərdi sizce? Ya elbette o yaman bir tesirini gösteriyor. Unik qarab, Avrupa'daki, Amerika'daki hükümetler hem teşkilatlar ular bilen birli bir iş qilishni xalamaydi, ya azroq qalaydi. Ularga shu Yevropa, Amerika'daki teşkilatlar, hükümetlerge çoğun bir mesele bo'lib qoldi. Çünkü siz doğru deysiz, Uygurlarning teşkilatlarının arasında ayollarga yeterlik yoki baravarlik hukuk beradigan teşkilat belki yo'q bo'lishi mumkin. Shu Rushan Abbas'niki teşkilatdan boshqa belki. Uni men aniq bilmayman, lekin ayollar elbette azroq bo'ldi. Hem şu ancha-muncha zo'ravonlik yoki bir necha ishlar, voqealar chiqqandan keyin uninki tashkilotniki ichidagi masalami bor ekan deb his qilgandik. Meningki shu tashkilotniki qandoq o'zgartish kerak, ya nima ish qilish kerak, meningki huquqim emas, meningki o'rnim emas. Lekin men hozir qarsam ayollardan ko'proq, yoshlardan ko'proq shu tashkilotlarga kiribla emas, yuqoriroq o'ringa kirelsa, tashkilotlarningki o'zgarishi, ilgilishi istekak bo'lishi mumkin. U meningcha Uyg'urlarningki dunyoning ichidagi obro'yiga yaxshilik, yaxshi ta'sir ko'rsatish mumkin bo'libmi? Albatta Amerika bilan Yevropaninki shu hukumat tashkilotlar To'g'anoqlar dedim. shundoq NGOlar Uygurlarning davası minayotgan yerlardagi ishlar mesela u yerlarda Uygurlarning davası to'xtaydi degan. O'tirish shartdan ya boshqa yerlardan Uyg'urlarga yordam keldi, lekin hozir Amerika Uyg'urlarga yordam beradigan meningcha birinchi davlat bo'lib ketdi. Washington DC'dagilar bilan paranglashsam, shu Uyg'urlarning tashkilotining ichidagi masala, bo'libmi jinsiy masala ig'ir ekan deb qaraymiz deydi.
Şunun üçün şu meningçe şu jiqrek yaş bolupmu yaş ayollar uning ichiga kirib, uning tashkilotlarning ichidagi funksiyalarni o'z qo'liga ilib, asta-asta o'zgartsa, meningcha yaxshi bir ta'sir bo'lib ketsa. Men shundoq o'ylayman va tilakdoshman. Dunyodagi barliq Uyg'ur tashkilotlarida Uyg'ur ayollarining huquqlarining kuchayishiga va bu jihatda o'zini isloh qilishning kerak ekanligini eskartib o'tishni muvofiq deb qaradim. Ko'pdan ko'p rahmat Yusufjon sizga. Shundoq Sizga ko'nglim bo'ldi. Bundan keyin suhbatlashib turishni umid qilaman. Vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashdi. Ko'ruvchilarning hammalaring mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Kunlaringlar xushallikli. ma'qul, xo'sh.